chet elliklar shunaqa narsa ishlab chiqaradi yoki chet elda shunaqa sifatli narsa ishlab chiqarildi deb ko'pchilik aytadi va o'zimiz ham xuddi shu narsani ko'p marta takrorlaymiz. Lekin agar xuddi shu narsani O'zbekistonda ishlab chiqaryapmiz desak, haqiqatan O'zbekistonda o'zimiz ishlab chiqaryapmiz desak, ko'pchilik sifati pastroqmi deb o'ylab qolishi mumkin. Lekin haqiqatan endi siz universal dekorni, xuddi shunaqa dekor panellarni o'zimizda ishlab chiqarilganini kelib, ushlab sifatini, rangini ko'rib, shu yerda showroomimizda baho berishingiz mumkin. Xullas, hech qanaqa chet ellik gullardan farq qilmaydigan istalgan rangdagilarni yoki istalgan fasondagilarni yoki hech qanday takrorlanmaydigan mana shunaqa chiroyli fasonlarni faqatgina Pavilon bozoridan Pavilon dekor mahsulotlarini bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Agarda sizga ham xuddi shunaqa opododa dekor panellar kerak bo'ladigan bo'lsa, aka, yurechani xuddi shunaqa qip-qizil qizartirib qo'ying-da. Mana shu profillar orqali yoki mana shu raqamlar orqali bemalol so'rab olsangiz bo'ladi. Eng asosiysi jonim akam, sizni issiq sovug'ingizni, chiroyligingizni o'ylayotgan Pavilon dekor va universal dekor xodimlaridan yomon gumon olmaysiz. Assalomu alaykum.